Assalomu alaykum. Mana bugun biz 27 aprel kechirasizlar. 2025-yil Orlando shahridan 68 kilometr uzoqlikda bo'lgan Daytona shahridamiz. Atlantik okeani. Atlantik okeani qirg'oqlarida. Dam oluvchilar mana hammasi. Atlantik okeani. O'tgan safar aytdingiz, masalan, o'tgan safar biz Meksika bo'g'oziga borgandik. Meksikanskiy zalivga. U yerda okean bo'lmaganligi uchun, zaliv bo'lganligi uchun birinchidan to'lqin kam, ikkinchidan suv issiq. Bugun havo bu yerda 33-34 gradus beryapti. Havoning temperaturasi o'zimiz nimada? Shuning uchun shovqinroq. Bu yerda havo suvi salqin. Chunki okeanda suvi bu yerda. To'lqin ham ko'proq bo'ladi. Bu to'lqinni ko'rayotgan bo'lsanglar, to'lqin baland. Nimaga? Maydon katta bo'lganligi uchun u yerdagi nimaga haligi havo yo'q. Shuning uchun haligi bu yerda uragan bo'ladi-yu. To'fon nima deydi? To'fon deydimi? O'zimiz tilda haligi nima kuldiruvchi degan gaplar ham bo'lardi yoshligimizda, bu suvda nimasi. Xuddi o'shanga o'xshagan narsalar bo'ladigan joylar bular. Sababi issiq sovuq bilan sovuqni aralashmasida hosil bo'lgan nima? Juda katta uragan hosil qiladi. Bilmayman, Amerikada shuncha qudrati bilan o'sha narsani hozircha yo'q qilmayapti. 1 yillik ziyonlari keltirgan ziyon bo'lsa, uraganlar orqasidan, to'fonlar orqasidan 100 milliard dollardan tepada hisoblanadi har yili. Hisoblanar ekan. Demak, bu degani o'ta bir katta miqdordagi ziyon yetkazadi. Shu okean atrofidagi juda ko'p masalan shaharlar, qishloqlar, haligi odam aholi yashaydigan punktlarni olib ketadi. Shu uylarni shunday ko'chirib, tomini ko'chirib, tashlab ketaveradi. Ko'p nimada ko'rgansiz hammalaring. Shunga o'xshagan holatlar. Mana odamlar mashinalarda yurib, sayr qilib, bugun yakshanba. Shuni hisobiga havo issiq. Bu degan so'z endi nimani boshlanishi. Sezon. Mavsum, ya'ni plyaj sezoni. Endi Mayamilarda ancha bo'lgan boshlangan. U yerlar bizga bu yerga nisbatan 2-3 gradus issiq. Meksikanskiy zaliv ham ancha issiq ekan. Bu yerlarda okeanda suv salqin bo'lganligi uchun kechroq bu yerda boshlanadi. Mana o'zi bugun 30 gradus oshgandan keyin bugungi beryapti temperatura 30 gradus.